Assalomu alaykum, hurmatli Akfaglass kanali obunachilari. Haftaning yakshanba kuni 24-avgust Yozyovon tumanidagi bo'lgan ustanovka ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu yerga biz Zolotoy dub rangda alyumin aldoks bir materialimizda terraska olib kelib o'rnatib berganmiz. Aynalarimiz bir qavat yodviy bo'lgan, eshikda pastlari alkafon doimiydek. Xo'sh, общий kvadrati 39 kvadrat bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli fasonda chiqqan. Bo'ylari hammasiniki 2.40 dan bo'lgan, uzun bo'lgan. Har bitta romimizda bittadan ochilish bo'lgan. Ichki taraflarini ko'rsatib o'taman. Paragonlar qo'yib berganmiz. Aynalarimiz yerga gulli bo'lgan. Ochilib yopilishlariga ahamiyat berasizlar. Shunda bo'lgan. Zamoylarimiz aynalari bir qavat yodviy, paragonlari ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, baxt tarafimizda ikkita ochilish bo'lgan. Ruchkalariga mana Akfa'ning o'zining logotiflari tushirilgan. Mahsulotimiz hammasi Akfa mahsulotidan foydalanganmiz. Xo'sh, xudo xolasa aynalari shu bir qavat yodviy bo'lgan. Xudo xolasa ishimiz o'z yakuniga yetdi. Topshirishga, foydalanishga tayyor holatda. Ko'rishingiz mumkin. Ochilib yopilishlari juda ham go'zal holatda. Ularni ham har bittasida Akfa'ning logotiflari tushirilgan. Mana ko'rishingiz mumkin. Oshxona original Akfa mahsulotlari hammasi. Aynalarimiz eshiklardagi gulli evrika. Ruchkalarimiz Graf firmasiga tegishli bo'lib, eshikda oshxona 3 tadan bo'lgan. Romlarimiz 2 tadan. Xudo xolasa foydalanishga tayyor holatda. O'zimizni klientimizga narigi tarafiga ham qo'yib bergan edik oldin. Xudo xolasa bag'iga ham zakaz beramiz. Chiroyli qilib olib kelib o'rnatib berdik. Mumkin mana eski tarafi oldin qilingan edi, endi bu yog'ini o'zimiz xudo xolasa chiroyli qilib tayyorlab berdik. Xo'sh, razmerlarni har bittasini aytib o'tishim hojat yo'q, sababi ko'pligi sababli hammasini eni esimda yo'q. Bo'ylari, romlarning bo'yi 2.40 dan bo'lgan. Общий kvadrati 39 kvadrat bo'lib, Zolotoy dub rangda paragonlari, aynalari bir qavat yodviy. Narxi 21 million so'mga kelib tushgan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Akfaglass doimo aloqaga chiqishingiz mumkin. Doimo sizlar bilan kamchiliklar bo'lgan bo'lsa oldindan uzr. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.